Anaga assalomu alaykum yurtdoshlar, sizlar bilan Chakkaparnikda avtoshopning yanında 2 etaj 200 kvadrat metr Tashkentskiy loyihada bir ajoyib hovli joyini obzorini qilamiz. Kuzatishni davom etinglar, asfaltdan tushmaymiz. Oldi Tashkentskiy baland zaborli katta darvozali. Fon fasadlar ham ishlangan, tashqi qismida dvijeniya datchiklar buralar o'rnatilgan. Ajoyib oldi steshka qilingan, tashqi qismida ham gul atizlari bor. Girgerimiz qalin kafellar döşelgen. В общем, Tashkentskiy loyiha aytib o'tdik. Fasadlari ichkari qismi ham ishlangan. Защитный shiferlar bilan, alifonlar bilan chiroyli ishlangan. Do'stlar, bu yerda ham gul atizlari bor. Endi bu yerni xohlasangizlar barbekyu zona qilasizlar. В общем, balkonuna ega, baland solingan shikarniy joyni obzorini qilamiz birga. Kuzatib chiqamiz. O'tirib bermasdan kuzatinglar do'stlar, qo'ldan kelgancha yaritib beramiz. Layiklaringizni kutib qolamiz. Elektroshitlarimiz sho'ra o'rnatilgan. Buralar bir de yine giyişlerden bir acayip bo'ladi, süsheniyalari ko'rishingiz mumkin. Figuralar ham berib chiroyli ishlangan. Ya do'stlar, panoramli oynalar tashalgan bo'ladi. Bu yerda zalniki katta ikkili ishlab qo'yilgan beri. Bismillah. Stupenkalar ham ishlangan. Katta dalonli va so'ridonlar bor yine. Yurtdoshlar, sizlarga katta keng dalon. Bu общем zo'r. Xudo xolasa kelsangizlar, guvohi bo'lasizlar. Dizayndan alohida baho berib boringlar. Divorlarni ham yine chiroyli ishlangan. Ramka uslubi, atachento, pisochniy ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham kombinatsiyalar qilingan, potoloki, depa qismimiz ham bir alohida o'zini shunday figuralari bilan ajralib turibdi. Rakovina joyimiz, avtomatlarimiz Euro sxemada ishlangan ekan. Do'stlar, tak. Podokонниклар bu yerda теплый pol bo'ladi. Дополнительный registr uchun tochkalar ham tashalgan. Ajoyib konditsioner tochkalar ham alohida e'tibor olganlar. Uni ham eshiklarimizni ta'riflab o'tirmaymiz, chunki bilasizlar, hozirgi brend eng qimmatbaho sifatli og'ir eshiklardan. Zamoklarimiz ham magnetli inladi. Laminat masalasini aytib o'tmoqmiz. Qalini, sifatlisi, qimmatbahosi yaxshisidan döşelgan. Yuvib olaverasizlar to'g'ri ko'pirtirib. Zalimiz katta tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Razmerlarini описаниеda yozib qoldirishga harakat qilamiz. Patologlar ham ishlangan ekan buni. Bir lyustrasi kam istasangiz, xudo xolasa bir yaxshi insonni egasi kamiz bu joyimizni. Daborlar ham ishlangan eshik davraklarida. Panoramniy oyna tashalgan bu yana. Yaqindan ko'rsatamiz. Podokонникlar, isitish tizimi uchun registrlar. Eng do'stlar. Yanimiz hovlimizni oldi qismi bo'ladi. Qo'shni tomon, yan tomon divorlar ham baland ishlangan. Bu yerda ham konditsioner tochkalar. Divorlarimiz neoklassik uslubda ishlangan. Kuzatishni davom etamiz. Eshiklar zo'r. Maqtab o'tirmoq kerakmaydi. Bu yerda sanuzel tashalgan. Sanuzelimiz ham katta olingan bo'ladi. Yine divorlari ikki yan tomon shunday alohida dizaynda kombinatsiyalar qilingan bo'ladi. Teplый pol bu yerda, даже vanna uchun. Endi bu narsalarni kelishilishi mumkin, mabodo mulk egasi bilan qo'yib ham berarlar pulni kelishsangizlar. Portichkasi yan tomonga qaragan. Divorlarimiz alohida qo'shni bilan qo'shib berilmagan. Potensiyasушитель, ariston uchun belə tochkalar. Bu yerdan polkalarini kafeldan ishlangan. Zo'r svetdan foydalanilgan, ajoyib kombinatsiyalar qilingan. Dalonni aytib o'tdik. Katta dalon do'stlar. Xudo xolasa kelinglar, ko'ringlar. Bu yerda bir spalnimiz, yurtdoshlar, spalniyaga keladigan bo'lsak, patologlarni ham hozirgi последний shunday dizaynda high-tech uslubida qilingan. Bu yerda ham dekorativniy buralarni qaranglar. Endi bu yerda spalniyani o'rnatgandan keyin alohida tema bo'ladi. Lampochkasini qo'shish ekan. Zo'r. Bir spalniyamiz uchun garderobni aynası bayar yeterli. Podokонник katta, panoramli oynalar. Tak, kollektorlarimiz teplый polniki shu yerda ekan. Bu yerda lestnitsamiz. Eng do'stlar, hozir bu yerni birga kuzatamiz, xudo xolasa. Chiqmaydi deb turgan manzaralarni ishlab qo'yibdilar. Bu yerda kuxnya kuzatishni davom etinglar. Teplый pol, kafellar urilgan. Kafel fartuklari bu yerda yana уже tayyor turibdi, mebellarni o'rnataverasiz. Bu tomon divorimiz atachento qilingan, ramka uslubida yana ko'rishingiz mumkin. Tak, bu yerda ham oyna ishlar qo'yilgan ekan.
Arka tomonda bu zazorimiz yurtdoshlar bilasizlar nechun qo'yilishini. Chunki xonalarga yorug'lik tushishi kerak, vozdux sirkulyatsiya bo'lishi kerak. Kladovishimiz bu yerda xudo xolasa kotelnimiz. Uyimizni isitish tizimi shunday bo'ladi. Gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q joydan. Yaqinlar o'ylashinglar, yangi joy endi reklamaga chiqib turibdi, xudo xolasa. Egasini topadi, yaxshi vajda xaridor ko'p bo'ladi. Bu yerdan lyustralarni ko'ring, alohida tema. Leysiz ham zo'r, atmetkalarni olganlar qiynalmay chiqiladi, xudo xolasa. Do'stlar, kuzatish davom eting. Biza qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Tak, dalanın üstüne shunday katta xol tashalgan bu. Bu yerdan birala kombinatsiyalar qilingan devorlarda high-tech uslubida. Ko'rishingiz mumkin, patologlar ham alohida tema. Bu yerda bir spalnimiz. Katta kvadratni tushgan. Yarki svetlardan foydalanilgan. Liboy svet mebelini ochib turadi, laminatimiz alohida tema. Bu tomonda kuxnyaning ustida yana bir spalnya. Mana buralarni olib o'rnatib qo'yibdilar. Xudo xolasa kelib ko'rasizlar. Guvohi bo'lasizlar. Zo'r. Mana pataloqlar ham asfaltga yetarli. Bu yerda katta lyustra aytib o'tamiz. Tak, zalimizga, balkonimizga danışamiz kelib ikkili eshik qo'yilgan. Bu yerda spalnya ekan родительский, uzr do'stlar. Bu yerda o'zini ichida sanuzel. Bir ham ajoyib remont qilingan ekan. Xudo xolasa kelib savdosini qilasizlar. Gap yo'q. Bu yerdan hovlimizning ko'rinishi. Navdab turibdi do'stlar. Bani divorni patolog bilan, chiroyli освещениyalar bilan o'zini dizayni ajoyib turibdi. Garderobniy zonamiz, bu yerda sanuzelimiz, bu yerda bir eshik, bu yerda bir eshik bo'lsa, bomba joy. Hamma narsa rashot olingan ekan. Balkon masalasine keladigan bo'lsak, keng olingan do'stlar. Bu yerda mana shunday biralari zo'r. Devorlarni ham ishlangan. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Xudo xolasa panoramli oynalar. Kuzatishda davom etinglar. Bizning kanalimizni yaxshi joylarni taqdim qilib boraveramiz. Aluvchilarga nasib etsin. Salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Narxini ekranda yozdik. Omon bo'ling.